birinchi qadamni bos, Xudoyim senga yo'lni ochib qo'yadi. Sanog'i yo'q. Bitta narsaga harakat qilsangiz, hozir sharoitlar bor. Hamma narsaga sharoit bor. Otamiz shunaqa go'zal xulq bilan tarbiya qilgan. Kredit sabab mana o'zimda tiklab oldim. Kindik qonimiz she'rga to'kilgan. Amir Temur avlodlarimiz. Endi biz bu kasallik bilan yoshligimda sariq bo'lganman. Maktab o'quvchilik paytimda, keyin davolanib yurib, 1 yilda, 2 yilda bir lecheniya olib yurardim. Hali ishlar bilan bu o'zim bilan o'zim ovora bo'lib, ahamiyat bermay qo'yganmanki, birdaniga 2006-yil, 6-yilimi mazam qochdi. O'shanda sirroz bo'lib qolsanda u qilmagan ishim qolmadi. Tuyani sutini ichdim. Tabiblarga bordim, benisida hamma nima aytsa o'shani qilib oxiri kровотечение bo'ldi menda. Qon ketish, varikoz yorilib qon ketadi. Kitirdim, 5 kun komada yotdim go'zalda. 2021-yili shu 1 yil men hech narsaga yaramaydigan bo'lganman. Qorinda suv bor, chichi yursam toliqish bor, oyoq shishib ketgan. Ammo ungacha ishni qilib yuraverganman. 2020-yili komaga tushdim, yotdim. Endi unda biz bunday operatsiyani unchalik tushunmaganmiz, bilmaganmiz. Uyga kelib o'g'ilchaga bir telefonga kirchi, o'zim telefonni juda ko'p ham tushunavermayman. O'sha sirroz to'g'risida nima qilishni desam, qidirib Mahbubni topganmiz. O'sha paytda Mahbub endi chiqayotgan mahallar ekan shekilli. Uni aloqaga chiqib Toshkentga qadar borib nima qildik. Ungacha Mahbubni topganimizcha 5 marta varikoz yorilib, 5 marta qizil o'mkashimda tiktirgan. Qon ketib qolgan, ichki qon ketish bu. Toshkentga borganmiz. Toshkentda professorlar ko'rib turib, seni beyda nima qilib bo'lmaydi deyishgan. O'sha qorinda suv katta, o'zim juda ahvolim og'ir bo'lgan. Hindistonga borsang 1 oyda qutulasan deyishgan. Keyin o'sha Mahbubni topib, nima qilib 2021-yili ayni Covid rosa o'jog'anda men kровотечение bu go'zalda 5 kun komada yotganman. Shaharda mashinalarni, transportlarni bekitib tashlagan, yo'llarni hech kimni qo'ymagan paytlar edi. Doktor qog'ozi bilan tez yordam mashinasi bilan borib banishaga yotqizib kelingan. Hindistonga rizqimiz qo'shilgan ekan, borib Mahbubni topib, mana Xudoga shukr. Shunchalik kasal bo'lsam ham men o'zim tushkunlikka tushmaganimda. Shifosi bor ekan deb eshitgandan keyin miyada bo'ldi, men tuzalaman degan narsa miyaga yozilib bo'lgan. Ya'ni aydagi doktor Furkan bor. O'sha ham aytgandi, eng og'ir holatda kelgan sen bo'lding, seni buni miyangda kasallikka bo'ysunish yo'q ekan deb. Operatsiyadan oldin men ashaga yetib olganimda o'zi tuzaldim deb o'zimni nima qilib bo'lganman-da. Aeroportdan tushdik, Mahbubni hali komandasidagi bolalar bizni taksida olib ketdi, mehmonxonaga. Bo'ldi, men tuzaldim, yetib keldim-ku. Ishonchli qo'llarga yetib kelib bo'ldim degan xayol bo'lganda. Ammo ayda ham rosa yotganman, qorinda 2 marta suv olgan. 10 litr suv olardi. Endi Hindistonda tibbiyotni haligi beydan bormagan odam, ko'rmagan odam tushunmaydi. Bir kibr nima degan narsa yo'q-da ularda. Bitta analiz topshirdi, sal nima bo'ldimi, qayta topshiraveradi, tekshiraveradi. Shu bitta narsani oxiri negiziga topmaguncha to'g'ri diagnoz qo'yib, keyin bitta qarorga keladi-yu. Operatsiyadan endi kirib ketayotganda ayolim qarovchi bo'lgan, uydagilarga aytmagan. Operatsiyadan chiqqandan keyin xabar beramiz. Uydagilar 8 soat, 10 soat jarayon ketadi, o'sha paytda har xil nima o'lishardi. Endi ketyapman, stolga yotqizib olib ketishyapti. Kalimamni keltirib ketyapti o'dim. Bir yerda to'xtadi, ko'zimni ochsam soat 9 bo'lgan ekan. Soat borda zallarda. 9 bo'lgan ekan. Nima qildim? Yana olib ketdi, ko'zimni yumib, kalimamni keltirib ketyapman. Bir mal ko'zimni ochsam 11 bo'libdi. Yana kalimamni keltiryapman. Operatorlar dovush kelyapti. Qarasam men o'zi reanimatsionda yotibman. Ustimda ochsam hamma yerim tikilgan, nima bo'lgan. Men o'zi operatsiyadan chiqib bo'lgan ekanman. U ertasiga 11 ekan soat. Endi bizda ham haligi beyda donor muammosi hamma topshirdi, hammasiniki to'g'ri keldi. Qolganlari singillarida. Olimniki to'g'ri kelmadi. Qon gruppasi uniki boshqa ekan. Qolgan singillardagi, inimdiki hammasiniki to'g'ri keldi. Shularning ichida ukam beradigan bo'ldi. Ukangizga nima berdi? Ukamga hech narsa berilgan. Endi mana shu aka ukamiz hammamiz nimamiz. Haligi o'zbekchilikda bilasiz-ku. Birinchi o'rinda aybetim og'risa jigarimga taqavermayman-da. Haligi sog'lom odam ham kasal bo'ladi-yu. Ko'pchilik menga telefon qilib, "Ilhom aka, qonim og'riyapti." Ha, sog'lom odamni ham qonni og'riydi, nima qilmagin deb. Endi 1 yilgacha o'zini ehtiyot qilib 1 yil
6 oy qattiq rejim qilgin deydi. 1 yilgacha ehtiyot qilib o'tib olsa, jigar rostmana o'rnashib, moslashib ketadi, kiyog'i bilinmay ketadi. Ko'pchilik operatsiyadan keyin 1 oydan keyin har xil nimalarni qilib qo'yadi, rejimni buzib qo'yadi. Parhezni buzib, bunday gazli spirtni, gazli kola, fantalar mumkin emas deydi, ularni ichib qo'yadi. O'sha 1 yil o'zini ehtiyot qilib o'tib olgan odam, endi hammada birinchi nima bo'ladigan shu mablag' o'ylanadi-yu. Men ko'pchilikka aytaman, "Voy, birinchi qadamni bos, ag'i o'zi Xudoyim senga yo'lni ochib qo'yadi." Uchastkalarimiz bor edi, bog'larimiz bor edi, sotganmiz, mahalla-ko'y qarindosh-urug'lar qarab turishmagan. Shu ko'pchilikning ko'magi bilan borib kelganmiz. Kutilmagan yerda haligi mahalla-ko'y qarindosh-urug' ham imkon qadar mablag' olib tashlab ketyapsizlar ekan. Mana shunaqa deb eshitdik. Nima qilib u paytlarda haligi bunaqa gruppaga chiqarish hech narsa bo'lmagan. Mana hozir Xudoga shukr, saxovatpesha insonlar ko'p harakat qilgan, qolib ketmayapti-da. Haligi o'zimizda ham yaqinda bittasi borib, chichib mablag'i yetmay qoldi, $5000 kirgizib yubordi. Endi qishloq sharoitida haligi $5000 katta nimada. Uzib keyincha to'lab, Mahbub o'zini yonidan to'lab nimaga qilib berdi, keyincha to'lab tog'ayib keldi-da. Hozirgacha bunday eslab, o'sha paytlarda eslashib turamiz. Agar $5000 pul bilan ketaveringlar degan. Agar o'shanda men qolgan pulni to'plab bitta qilib boraman, edi qiynalib qolaman deganimda men yetib bora olmas ekanman. Hozir ham ko'p gapiradi. Borgan Mahbub aytadi-yu, pul emas, asosiy nima emas, pul emas, kelin nima qilaveringlar. Shayda bo'lsa, Xudo xolisa hamma tomonlama qo'ldan kelgancha yordam beramiz deydi. Mana shu endi O'zbekiston bo'yicha ko'p, men Namanganda o'zidan bir 60 ta, 70 ta odam ashaga borib perisadka bo'lib keldi. Men o'zim bilganlarim. Hindistonga borib davolanadigan odam bo'lsa, birinchi o'rinda Mahbub nima keladi-da hammamizda. Nimagaki hamma Mahbubga ishonadi. Mahbubga ishonib borilgan. Buning izobiga Mahbub ega borganimizdan keyin hammaga haligi mablag'im yetmayapti desa turib beradi. $5000, $10000 turib bergan yillarni ko'rdim-da. Doktorlar ham buning izobiga hammasi yaxshi. Men sog'aydim, banisidan javob bersangiz, chicha nima bo'lsa ham javob bermay ushlab turadi-da. Baqirib zerikdim, ketaman deydi hamma, hali bedim borganlar. Mehmonxonaga ketaman deydi, yo'q. Sen yana 2 kun yotasan, yana 3 kun yotasan. Seni hali nimang o'rniga kelgan yo'q. Hamma narsani o'rniga kelgizib, keyin javob beradi banisidan. Hindistondan kelgandan keyin 18 yoshli yigitdek bo'lib qoladi odam. Shunga hali ko'pchilikka aytaman, operatsiyadan keyin 1 yil o'zingni ehtiyot qilib turgin. Qonin qaynab turadi, 1 yil mana ko'chada, yeb ichishlarda tiyib, 1 yilgacha o'zingga ehtiyot qilib tursang, ag'i ketadi. Ilhom aka, siz guvalak quyapsiz, qurilish qilyapsiz. Yo, menga nima qilaman? Men 1 yil o'zimni rejimimni qilib olganman. Mana 1 yildan meniki 4 yil bo'lyapti. Men ham hozir ham qattiq ish qilmayman. Hali g'ayratim kelib ketganda chicha qilib qo'yaman. Nazorat qilyapman, uni bolalar qiladi asosan. Baribir haligi ikkinchi guruh nogironimiz u. 2021-yil sentyabrda kelgan bo'lsam, o'sha yili 1,5 gektar chesnok ekdik. Dalaga chiqaman, bolalar o'zi nazorat qilib turaman, o'zlari nimagaki bular o'sha dalada katta bo'lgan hammasi yoshligida. Birdan nima qilishdi? Hali kam ta'minlanganlar oilalariga kredit ajratilgan ekan, haligi chorva yo'nalishi bo'yicha menga ham taklif qilishuvdi. Hayvon berishdi, olib shu hayvonni boqib ko'paytirib yubordim-da. Buzoqcha oldim, bitta qo'y oldim. Buzoqchani 12 millionga olgandim 5 tasini. 28 million kredit chiqarilgan bo'lsa, 12 millionga buzoqcha oldim, bitta qo'y oldim. Qolganlarini ro'zg'orga ishlatdim. Bolalarda o'qishi, nimasi to'lovlari bor edi, ularga ishlatib, haligini boqib yurib, bittasini 20 millionga sotdim. 28 millionni men 60 millionlarga chiqarib oldim. Biz qishloq sharoitida o'tlar o'zimizda tekin. O'sha bilan sekin aylantirib, mana og'il qildim. 7.400.000 ga bitta buqa olgandim. 22 millionga sotdim. Haligi mollarim hammasi kasal bo'ldi, yengil o'tib ketdi. Bittasi nobud bo'lmadi. Ammo men haligi ko'pchilikning duosini, ko'pchilikka yaxshilik qilib qo'yavering, bandasidan qaytmasin, Xudodan qaytsin. Ya'ni kutmagan yeringizdan berib qo'yaverganda 11 milliondan olgan, 11,5 milliondan olgan molim hozirgi kunda 30 million. Endi narigilarni haligi bittasini yetiltirib sotib turib, qolganlariga yem olib, tirikchilikka ishlatib, ashna qilib, o'zidan o'zini chiqarib, olib keldik-da shu shaygacha. Birovda aldaganimiz yo'q, birovda bir haqqini yegan yerimiz yo'q. Xudoga shukr. Tirikchilik o'tyapti.
endi bu 5 xona uy, endi o'g'ilchalar katta bo'lyapti. Ularga ertadan to'y qilish kerak, kelin olish kerak. Hali shahar joylaridagi uylarga havas qiladi. Hamma yo'g'i ichida oshxona, hamma xuddi shunaqa qilib havas qildikda. Hayotda noliydigan yerimiz yo'qdi. Qonimiz to'q, hammasi sog'lom, farzandlar sog'lom. Masalan, davlat tomonidan har xil nimalarni beryapti. Masalan, menga o'sha kredit sabab mana o'zimda tiklab oldim. Nechtalar o'sha kreditni olib men bilan teng olganlar hali to'layolmay bankdan qidirib kelib qochib yurganlar nechta. O'zi vaqtida shu bergan, olgan nimani to'g'ri yo'nalishda nima qilib ishlatilsa, olgan mablag'ni. Katta nima ham tahlil qilishdi, yo'q men olmayman, aqlim yetmaydi kattani to'lashga, kattaroq og'lingni to'ldir yana degan takliflar ham bo'ldi, yo'q. Endi sekin-sekin bo'laveradi. Bir to'g'rim non yesam ham o'zimniki maza qilib yeylayman-da. Xudoga shukr, eski bo'lsa ham bitta Moskvichimiz bor. Maza qilib yeyib, qayerga borsak borib yuribmiz. Sendan harakat, mendan barakat. Chekka bo'lsa ham harakat qilib bitta nimaga intil, ag'ini o'zi Xudoyim sekin yo'lga solib qo'yadi. Hamma narsani tog' bo'lsa tolqon qiladi deganlar ham haligi indamay uyda yotib, nima qilib yurganlarni ham ko'ryapmiz haligi. Falan ish qildim, o'xshamayapti. Pisanaqa ish qildim, o'xshamayapti. O'shani o'xshaydigan ishni qidirib top, baraka topkir. Hali bitta narsaga harakat qilsangiz, hozir sharoitlar bor. Hamma narsaga sharoit bor. 3 ta farzandimiz bor. Kattasi qiz. Uni turmushga berganmiz. 3 ta nabiramiz bor. 3talasi ham o'g'il. Undan keyin 2 ta o'g'lim bor. Ikkalasi ham hozir maktabni bitirib, oliygohga kirib o'qishda o'qiyapti, ikkalasi. Bundan qolayotganlarga ham tavsiyam, her farzand bo'lganimiz yaxshi ekan. Mana 2 o'g'lim bor, 3 qizim bor, 5 ta. Hammasi bir-biriga kirishib, ukasi mana jigar ekan, jigarini berdi. U ham yaxshi yuribdi, bu ham yaxshi yuribdi. Zamon monda bo'lib ketdi. Boshqa millatlarga o'xshamay bizniki ko'p farzandli bo'lgani yaxshi ekan deyman-da. Mana shunaqa holatlarga tushganda bolalarim hammasi go'zal xulqi bilan yuribdi. O'zimiz otamiz shunaqa go'zal xulq bilan tarbiya qilgan. Parvardigor qalblarimizni iymonga, xonadonlarimizni quvonchga, yuzimizni nurga, kunimizni xayrli va solih amallarga limmolim qilgin. Yurtimizda yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan o'zing panoh bergin.